Dushanbadan tayyor turing. Hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, 19-21 yanvar kunlari O'zbekiston hududi bo'yicha havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 19-20 yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 21 yanvarda ayrim joylarda qor yog'ishi mumkin. Kechasi havo harorati 8-13 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja sovuq. 21 yanvarda kechasi 2 daraja sovuqdan 3 daraja iliqqacha bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida 19-20 yanvar kunlari yog'ingarchilik kuzatilmaydi. 21 yanvarda esa ayrim hududlarda qor yog'ishi ehtimoli bor. Navoiy viloyati shimolda sovuq kuchliroq bo'lib, kechasi 13 darajagacha sovuq bo'lishi mumkin. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida 19-20 yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 21 yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir va qor yog'adi. Kechasi 0,5 daraja sovuq bo'ladi, kunduzi esa 0,5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 19-20 yanvar kunlari yog'ingarchilik bo'lmaydi. 21 yanvarda esa ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin va qorga aylanishi mumkin. Kunduzi havo harorati 5-10 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida 19-21 yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan qor yog'adi. 19-20 yanvar kunlari qor ko'chishi xavfi mavjud. Kechasi havo harorati 13 daraja sovuq bo'ladi, kunduzi esa 2-7 daraja sovuq bo'ladi. Shamol asosan g'arbiy yo'nalishda tezligi 7-12 metr sekund tezlikkacha esadi.